Olyapmi, tashlaganmi yo'q? Yutib ketashimi? Kichkina o'tib ketilmadi, keyin kattasi o'tib ketdi. Nima Jo'rabek? Qarab qo'ying bitta baqa. Uchta olibdi ekan Jo'rabek, hozir ko'raylikchi, nima ekan natijasini. Men ham bir 5-6 ta olib qo'ydim. Hammasini ilon boshga tashlab. Mana uni. Ro'parada, ana poyezd yo'lda yonida ariqdan. Ikkita qalmoq tashlab qo'yibdi. 3 tami, 2 ta ekan. Ko'raylikchi natijasini. Sheriklarkida. Bor ekan mana. Bu kun nima edi yo? Obbo, yechamanmikin endi. Qanday tashlangan ekanda. Qanaqa ko'rsatsam bo'larkin endi. Tugib tashlagan ekan buni. Hali ko'ramiz endi. Tugib tashlagan ekan. Uni shularni olib kelgan ashni. Uzun qalmoq. Unimi? Uzun qalmoq, mana ichib olib yo'q bunda. Ha, yeb ketdi-da. Hozirga. Uchta bo'ptimi? Uchta bo'pti-yu, ko'rolmadim. Nega? Video ko'rolmadim, men ko'rdim. Hali ko'ramiz oxirida. Sulton tog'a. Nechta bo'ldi sizda? Bitta xolosmi? Yana bitta sherimiz o'tiribdi. Bitta bo'pti hali. Hozircha karasan bormi? Ha, yaxshi. Bo'laveradi. Sizda nima bo'lyapti? Natija bo'lmadimi? Videoga tushib qo'ysiz ham. Bo'ldimi? Nechta o'ldiki? 5-6 ta bor. Kilogram. Yo'q, yarim kilo oshiqroq. Shunaqa. Kilolilari ro'para kelmayapti. O'tib yuribdi, olmayapti qandaydir. Yaptım. Ha, tekda ko'rdim.